Boya aytganingizdek, bog'cha, maktab oldi, bolalar ko'p yig'iladigan jamoat joylari hamma yerga xodimlar biriktirildi. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida Qara. qayerdadir ko'rganman, lekin eslolmayapman-da. Qizaloq nima qilyapsan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bayrog'imiz chang bo'lib qolibdi. Artvoman. Isming nima edi? Husniya. Esladim. Ilgari ham bayroq artgansan, ha? Ha, chunki bayrog'imiz yurtimizni yuzi u doim toza bo'lishi kerak. Shodon kunim gul otgansen, nolon kunim yo'q patgansen, yuzing bosib yuzimga. Bayroq yurt sha'ni. Uni e'zozlagan har bir bola kelajakning posbonidir.